Hozir men Murat akam 100 qavat ko'chga o'rab tashlayman. Qani ketdik. Bir qavat bo'ldi, endi xuddi shunaqa qilib meni 99 marotaba aylantirib chiqishim kerak. Xullas, bu videoda men Murat akamni 100 qavat ko'chga o'rab tashladim. Murat akamga esa ushbu 100 qavat ko'chlar orasidan chiqib ketish uchun atiga 10 minut vaqt beriladi. Agar Murat akam 10 minut vaqt ichida chiqib keta olmasa, sochini kalga olib tashlayman. Уже 30 sekund vaqt qoldi. Mana Murat akamga ham 100 qavat ko'chga o'rab oldik. Ana endi Murat akamga ushbu 100 qavat ko'chlar orasidan chiqib ketish uchun atiga 10 minut vaqt beriladi. Agar 10 minut vaqt ichida chiqib keta olmasa, sochini kalga yoyib tashlayman. Tayyor bo'lsangiz 10 minut vaqt ketdi. Let's go bro. Mudda boshlanishi yomon emas. 10 minut vaqt bor. Hali bir tona ham bizga oson emas ekan bu. Go'sht uzaman deb boshqa joyda uzolmayana. Bir dona hali uzgan yo'q, bir dona. Yarim sekund ketdi. Yarim sekund deyman, yarim minut, ha, yarim minut. Oson emas ekan. Ufti. Xalq. Bitta qo'lim chiqardi. Oson emas ekan issiq kunida. Voy. Bitta chiqardi o'zi. Bu yoq endi sal bo'lsa ham osonlashadi. 10 minut vaqt. Murat aka sachingizni oygizishimni o'ylaydi. Tasavvur qiling, sachingizni oyiz deb hozir olyapman. Sochimni oyizmaslik maqsadda ko'chlarda tezda uzishga harakat qilyapman. Oh my god, bro. Bu uchini ham top bo'lmayapti. O'rtoqlar vobshe harakat emas ekan. Tez harakat. Ko'rgan bo'lsanglar, men videoyimda bu ikkinchi qismi, men bitta videoyimda xuddi shunaqa o'zim o'ralgan edim. Shu videoda juda ham qiynalganim, chiqolmay qolganim. Agar shu videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, YouTube kanalimga obuna bosib, kirib ko'rishingiz mumkin. Davom etamiz do'stlar. Bir qavat, ikki qavat ko'chni o'zimiz uzilardi ekan. 100 qavat ko'chni birdaniga uzish qiyin bo'lar ekan. Oson deb o'ylardi ekan. Sizni kal holingizda ko'rgim kelyapti, sizni kal holingizda. Sochimni oyizish niyatim yo'q edi. Murat aka. Suv ichib oling desam, suv olmas qoldi. Suv ichib oling Murat aka. Suv ichib oling Murat aka. Mana vaqt ozgina bo'lsa ham o'tsa, kal bo'lishga yaqin bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham ushab turishim kerak, shu kal bo'lish kerak. 3 minut vaqt qoldi. Qo'llarim 3 minut vaqt ketdi, ya'ni 3 minut vaqt. Qo'llarim yomon ham qiyiqib ketyapti. Dordek sev meni aldab olib keldi. Va'da endi. Nima bo'lsa bular soxtaman deb o'yladi. O'rtoqlar, oldindan kommentariyga yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar, chiqib ketalarmi, chiqib ketolmaydimi? Bellarim yomon. Men yordam beryapman chiqib ketishiga, mana. Murat akamni kal bo'lishini shunaqangi xohlayapman-ku, shuning uchun ham o'zim bilan mashinka olib keldim. Men kal bo'lganman, endi siz ham kal bo'ling, Murat aka, bir 4 minut qoldi vaqt. 6 minut bo'ldi. Voy. Yo'q. Net. Nimaga meni hayolimga kelmagan shunaqa ishlar? O'ylab bir ilojini topyapmiz endi. Ketamiz deyman-da. Murat aka, nima deb o'ylaysiz? O'zingiz chiqib ketasizmi, chiqib ketolmaysizmi? Deyarli 3 minut vaqt harakat qoldi. qilyapman. 3 minut vaqt qoldi. Oson bo'lmayapti. Silib turganda ozgina ko'chni ham uzish qiyin bo'lyapti. Didor berdi. O'tgan safar videolarda juda ham oson deb o'ylagandim. Oson emas ekan. Yo'q, men chiqib ketardim o'tgan videomda. Shu ko'proq gapirganim uchun o'zim ham gapirib, o'zim chiqib ketmoqchi bo'lganim uchun chiqib ketolmaganman-da. Siz chiqib ketishingiz mumkin. O'rtoqlar, 2 minut vaqt qoldi, 2 minut. Menimcha 50 minut bo'ldi adashmasam. Tezroq bo'ling Murat aka. Endi sizni qo'llab-quvvatlayman, chunki 1 minut, 1,5 minut vaqt qoldi o'zi. Ishlab chiqib ketsangiz, mo'jiza yuz berib chiqib ketishingiz mumkin. Ufti. Istagan uzilmayapti bu ko'chlarning. Kal. Murat akam kal. Murat akam kal bo'ladi. 1 minut vaqt qoldi. Уже 30 sekund vaqt qoldi. Menimcha endi qiyin. Nima sekund?
10 sekund qoldi, 10 sekund. Murod akam so'nggi sekundlargacha mana shu skochlar orasidan chiqib ketishga harakat qildi, lekin oson emas ekan, aziz tomoshabinlar. Murod aka, vaqt tugadi. Mana o'rtoqlar 10 minut vaqt bo'ldi. Murod akam afsuski chiqib ketolmadi. Endi yarimini chiqdi, 10 minut vaqt bo'lib qoldi va shuning uchun ham Murod akam chiqib ketishiga o'zim yordam beraman va sochini kalga olamiz shu yerda o'ziyoq. Bermaylimi uzolmang. Mana oson chiqib ketish mana. Mana 100 qavat ko'ch. Juda qalin. Realni bu ko'chdan chiqib ketish ham oson emas edi, to'g'ri. Chunki o'tgan safargi videoimda o'zim o'ralib, o'zim bilganman, o'zim his qilganman shu narsani. Afsus chiqolmadi. Ana endi sochini kalga olib tashlaymiz. Mana do'stlar, Murod aka ko'chdan chiqib ketmagan uchun endi Murod aka sochini kalga olib tashlaymiz. Murod aka o'zingiz rozimisiz axir? Ha, nima ham berdim. Endi shunaqa roziligini ham olgan yaxshiroq, shunaqa jo'kani bo'yida hammaga ham nasib qilmaydi. Endi romantika qilib sochini olamiz, qani ketdik. Ketdi. Yo'q. Uxsi. Va'daga vafo, shunaqa qilib Murod akam ham sochini ponni kalga olib tashladik. Mana do'stlar, Murod akam ham sochini ponni kalga olib tashladik. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr o'rtoqlar. Senikini qachon olamiz? Menikini hali erta. Yo'q, to'g'ri. Yo'q.